Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun. Boshlangan kuninglar xayrli, barakotli o'tsin. Xudo xolasa sizlar uchun erta tongda bir uyg'onasiz, Doston.uz kanaliga kirasiz, sifatli zo'rlarni tanlab olaverasiz. Faqatgina mehnat uchun mana shunday layklarni bosib qo'ysangiz, Xudo xolasa shuni o'zi yetadi. Andijon viloyati Shahrixon tumani Kannajidan bo'ladi. Arzonchi Optimchi akamiz Otabek akalarni mini firmasiga yetib keldik. 4 dona sifatli, xudo xolasa ishonchli bo'g'ozlilari aniq birinchi qoringa uzoq vaqt 10 yil, 15 yil boqaman, sigir qilib, xudo xolasa o'zim maza qilib sutini ichaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana tavsiyamiz. Inshaalloh yaxshilaridan, sog'lomlaridan. Muhimi ishonchli. Ya'ni bozorga bitta solishtirib qo'yasizlar, bozordan arzon ham, qimmat ham demaymiz, lekin bozordan ishonchli. Uydan, xonadondan olyapsizlar, xudo xolasa aka-ukalar. Mana orqa ketlari baland. Puli yengil, arzon deganga arzonidan ham bor, xudo xolasa video tuzmasdan ko'rasizlar. To'liq ma'lumotlarga ega bo'linglar. Tushunmagan joylarga ekranda nomerlar bor, bemalol telefon qilib savdolarni qilsanglar bo'laveradi. Hafta kuniga dushanba 2026-yil, xudo xolasa 5-yanvarda sizlarga qo'yiladi. Videomiz bir kun oldin olinyapti, xudo xolasa aka-ukalar. Erta tongda sizlar uchun yaxshi kayfiyatda, yaxshi bo'g'ozlardan birinchi qoringa ko'rsatishda davom etamiz. Sovuq kunda qaynoq videolar, xudo xolasa mana Otabek aka bilan birgalikda. Assalomu alaykum Dostonbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar hammalaringiz? Yangi yillarda yaxshi kayfiyatda kutib olib, rahmat aka. Obunachilar hammalariga assalomu alaykum deymiz. Yangi yil arafasi bir kun dam oldik Dostonbek, yana ishni boshladik xudo xolasa. Endi buni bu yerga to'xtash yo'q. Xalq xizmatidamiz qo'ldan kelganicha. Inshaalloh. Dostonbek 5 ta edi bo'g'ozimiz, bittasi sotilib ketdi. Bittasi sotildi. Ha, buni ko'rsatib qo'yamiz. Namanganga, Kosonsoyga, Ubaydulla akaga sotdik. 4 tasi turibdi, zo'llari. Hamma ma'lumotini beramiz, yuvoshliklarini, bo'ylarini, oylarini. Eng qizig'i Dostonbek, 4 ta bo'g'oz bo'lsa, to'rov ham 6 oylikdan. 6 oydan o'tganlari ham bor, 6 oylikka beraveramiz. O'zi syomkalari bor hammasini. Tanishtiramiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelganicha. Rivojdan ketamiz. Dastavka ma'lumotlarini bir qator aytib keting. Nimalarga garantiya beramiz? Dastavkasini qanaqa bo'ladi? Molni yeb ichishiga, bo'g'oziga 100% garantiya beraman, xudo xolasa. Yana nima desam bo'ladi? Havodan yuqadigan unaqa kasalliklarga hech kim garantiya bermaydi. Menda yo'q uka, xolasa kelib ko'rib olursin. Uyga borganda labzimizga ishonsa boqorsin, xolasa doktor perchatkasi bilan, uzisi bilan kutib olsin molni. Bir soat kerak bo'lsa sho'pirimiz kutib turadi. Doktorga tekshirtirib olsin, sog'ligini, bo'g'ozligini, hamma joyini, yuvoshligini. Aytilgan gapga javob beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Dastlabkasidan o'ylashmaydi. Dastlabkidan muammo yo'q. O'zimizda mashina bor. Shu ko'rib turgan mollar shu holatda xudo xolasa yetib boradi. Issiq mashinalarda, o'ralgan mashinalarda, unaqa ochiq mashina emas. O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bor uka, kelishilgan holatda. Vodiyga o'zimdan mashina bor. Qilib beraman do'stlar. Besplatni qilib beraman, xudo xolasa. Uygacha yetib boradi. 4 dona bir boshdan ma'lumotlarni beramiz. Mana Ubaydulla akamga sotilgan mol, mana Ubaydulla aka ko'rib turgan bo'lsangiz, Kosonsoy Namangandan. Xudo xolasa yetkazib beraman bu molni. Barakasi bo'ldi. Nech pulga bo'ldi aka, baraka? 25 million 700 ming so'mga barakasi bo'ldi. O'zi ham ko'rib turgandir. To'g'ri. Dastlabkasi ham o'zimdan. Mana 5 ga ketadi bu. Ertaga xudo xolasa jo'natib yuboraman. Shu 5 endi 5-kuni qo'yiladi-yu, bir kun oldin olingan. Ertaga endi bir kun oldin olib qo'yapmiz videoni. Ertaga xotirjam ko'rishib, bemalol aloqaga chiqishadi, dastlabkilarni qilib beraman uka. Yo'q. Mana bo'g'ozliklarga garantiya beramiz. Kavshanib turibdi, mana sog'lom kavshanada Dostonbek. Zo'r. Hammasi sog'lom, Xudoga shukr. Orqa ketlari baland, xudo xolasa aka-ukalar maza qilib boqadigan. Necha oylik bo'g'oz bu? 6 oylik bu ham. 6 oy. 6 oyga beraveramiz. 3 oy mehnatni qiladi, ha? 3 oy mehnatini qiladi. Ammo mol yeb ichishi, yuvoshligi Dostonbek o'ta zo'r mana uka. Bilasiz molni tanlab olaman uka. Hani ishni olgan odam ham baraka topsin. Mana tutaylarni olib bering-da uka. Mana 4 yerda idish solishni boshlagan. Zo'r. 6 oylik bo'g'ozga beraveramiz. O'zi syomkasi ham bor, olgan odamga tashlab beraman.
Xudo xolasa, kim olsa ham baraka topsin. Mana yuvoshligida birinchi o'rinda mana uka o'yinchoq tanlamaydi. To'g'ri. Idish solishni boshlagan. 4 son mol uka. Bo'ylarni ham mana to'shni aytamiz. Nechaki? 125, 123 ga olsa xolasa. Bu 96-55 ekan qulog'idagi nomerni olib qo'ying. 96-55. Shu mol boradi xudo xolasa. Kimga nasib qilsa ham bismillahirrohmanirrohim. Bo'zaytishdi ekan. Gap yo'q. Bo'zaytishdi. Orqa liniyalarni olib bering uka. Hali orqasi past unaqa mollardan emas. Zo'r. Kelajagi bor. Yaxshi mol xudo xolasa. Xo'p, kuragi yo'q, 6 oylik bo'g'oz birinchi qoringa. Bo'ylari 123 plus chiqyapti. Narxchi? Narxini ham yengil qo'yib beraman uka. Mana yangi yildan yangi ish boshladi, xudo xolasa. Hali bizdan mol olishni bilmaydigan odamlar ham oladi-da. To'g'ri. O'ylanmay olaveradi. Bozorga ham solishtiradi, boshqa kanalga ham. 22 million bersin, dastlabkasi ham mendan uka. 22 million. 6 oylik bo'g'oz. Kami xayri bor aka. Hayrini qilib beraman uka. Xayrini qilib beramiz. Gap yo'q. Qiziqqan odamga cho'ntagi ko'targan pulga sotamiz, xudo xolasa molni. Zo'r. Qattiqligimiz, xudo xolasa. Yo, shu paytgacha Dostonbek mana birontasi sizga telefon qildimi, norozi bo'lib mendan. Yo, qilgan bo'lsa ochiq oyna aytavering uka. Xudo xolasa unaqa muammo bo'lmadi. Bunaqa muammo bo'lmasin ham hech kim ziyon ko'rmasin. Hamma foyda ko'rsin uka. Ana shunda biz xursandmiz. Mana ukalar. Orqa ketlari yaxshi, liniyasi zo'r. Mana o putaylariga bitta e'tibor berib bersizlar. Xudo xolasa bo'ladigan orada. Bu necha oylik? Buni ham bolasi qo'lga tegyapti uka. Tegyapti. 128 mi? To'xting boshqatdan ko'ramiz. Mana 130 ga qarab chiqib ketyapti. 128 g'ash kelyapti. 128 ga ham olaversin uka. 128 ga olishaveradi. Men ichini ham ochib beraylik. Kuchimiz yetadi. Bismillah. Ichini ochish ham qiyin-da bularni. Yo'q ekan uka. Bo'ldi, bo'zaytishdi ekan. Bo'zaytishdi ekan. Xudo xolasa mana boshlari hamma yo'g'i yaxshi holatda. Mol beziydi ichini ochsiz. Korobka ekan, ha? Ha, mol korobka hamma yo'g'i joyida uka. Yo'q. Ular hozir kechki ovqat nega yo'q hali? Endi yatirsiz kelib qoldingiz. Mana. Kechki ovqatdan mahrum bo'lishdi bular. Hozircha. Hozircha keyin beramiz. Keyin beramiz. Xo'p, ichini ochdik, ma'lumotlarni aytdik. Bo'ylari 130 ga o'zi yaqin 130 ham chiqyapti. 128 deb qo'ydik. Filisiga olishaversin. Uyga borganda bemalol o'lchab ko'rishaveradi. Liniyasi toza, xudo xolasa, oq tumshuq, oq quloqlardan orqa ketlari zo'r ekan. Qochib tegyapti uka, 6 oyga olaversin. 6 oy. Buni ham syomkasi bor lekin. Zo'r. Xullas, olingan kundan 6 oy hisobini olishaversin aka. To'g'rimi? Hammasi o'zi bir xilda oylari. 5-10 kun ag'i-bag'i bo'lishi mumkin. Balki 6,5 oylikdir. To'g'ri. Xo'p, puli nech pul endi aka buni? 23 bersin uka. 23 million. 23 million bersin. Kami bor. Kamini qilib beraman uka. 23 million kami xayri bor, xudo xolasa. Kami bo'lishi sizlarda. Behijolat so'raverasizlar. Aytilgan narxlar muhim emas. Muhimi siz bizga yoqsa kelishadigan joyi bor. Stokasi ham zo'r ekan aka buni. Mol, xudo xolasa arziydi. Gap yo'q. E'tiboshlari yaxshi. Xo'p, bu ikkinchi molimiz bo'ldi. Nech pulda qoldik? 23 million kami. 23 million kami bor. Kelishamiz xudo xolasa. Mana bitta olib tasdan deydi. Bu mol ekan, unqa. Rasa e'tibosh to'g'ri ekan buni. Oq quloq tumshuqlaridan. Dostonbek bu narigindan ko'ra to'laroq ekan. Ha, bu bo'lakchasidan bu tutaylarni olib bering uka. Bu qarang, tutayni to'rt joyda ekan. Idish solishni boshlagan, bir oshiqchasi ham yo'q uka. Idishni ham zo'r solyapti-da bu. Gap yo'q. O'ta xotirjam ekan. Ha, molda umuman nuqsoni yo'q uka. Zo'r. Mana yuvoshliklari. O'nchab umuman tanlamaydi. Tutay ham o'zi xunajini sigir tutayiga o'xshaydi, katta-katta. Bu necha oylik dedingiz buni? Bu ham ashi. 6 oylik bu ham. 6 oy, ha? Hammasi 6 oydan bugun ko'rib mollar. 6 oy. Endi to'g'ri tushunishadi, 5 kun 10 kun yaq-bu-yoq bo'lishi mumkin, lekin o'zi syomkasi bor uka. To'g'ri, tashab beramiz. Oladigan mana. Shi 25. Ay, 123 ga ham olsa ham mayli. Men bo'yiga qiziq emas. Bu molni To'g'ri. sifati mana bu taylari o'ta kelishgan molni.
To'shlarni ham olib bering. Ular stokalari, aka-ukalar. Oldi ham kengayganda uni. Ha. Buni ham kurayni ko'rib qo'yaylik. Kecha uyatchayroq ekan bu. Ammo yuvoshligi vobshe zo'r ekan molchi. O'ta ham yuvosh mol ekan bu. Hali o'zi ekan. O'zi aytishdi, zo'r. Kurak yorgan chiqmadi hali. Yo'q, kurak chiqarmabdi hali. Harakat ham qilmabdi kurak. O'zi hamma molimizda deyman, kurak yorgan chiqmadi. Yo'q, kurak yorgani yo'q. Hozir endi bilmadim buniki qanaqa ekan. Gap yo'q. Turishlarini qarayman. Zo'r. Xudo xolasa, kurak yormagan, bo'ylarini aytdik, 6 oylik bo'g'oz. Sifatli, xudo xolasa, maza qilib bir baraka topadigan. Bular endi ajab kuniga desak, qo'pol eshitilishi mumkin, lekin oyma-oy pul qo'shadigan paytlari keldi bularning. Bu mollar Dostonbek bunaqa sifatlilarni topish ham o'zi oson bo'lmayapti. Lekin kim olsa ham xudo xolasa rahmat aytib qo'ysin. Boqib maza qiladigan mol uka. Zo'r. Burasi haligi nima deydi? Bahorga borib, mana sigirlar ham ko'tarilib ketadi-ku aka. Masalan, shunaqa paytga tug'arganda, xudo xolasa. Ha, lekin sigir bo'lsa ham zo'r sigir bo'ladi Dostonbek. Yuvoshligiga qiziqdim buni. Tutalarini ham ko'rdingizmi? O'ta bir boshqacha ekanda. Qarang. Zo'r. Tutayni ham ko'pchilik ko'rsatinglar deyapti, ko'rsatib qo'yapmiz uka. Xo'p, aka puli-chi? 24,5 bersin vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beraman aka. 24,5. Kelishamiz, a? Ha, yana kelishadigan joyi bor ekan. Endi hali oshcha narx aytmayapman Dostonbek, o'zim ham ko'rib turibsiz. Imkon darajasida imkon darajasida. Bab kelishadigan joyini qilib beryapmiz. Obunachilar telefon qilib. Kamini Misol aka buni qimmat aytib 2 million tushib berib, unaqa qilgandan bitta eshitgan odamni yo'qsin. ko'ngliga, cho'ntagiga o'tirsin, telefon qilsin, to'g'rimi? Ha, hammaga yoqadigan holati. Gap yo'q. 3-molimiz bo'ldi. 4-chisiga ham orqalarini qarayman. Orqalari korobka, tuyoqlariga yaxshilab e'tibor berasizlar. Ikkita boqmayman, bitta boqaman degan akalarimizning moli bu Dostonbek. Bu aka shu sementalga shved gibrid shekilli-a bu aka. Bilmayman, malla shvedmi, xullas toza sortidan-da. Qulog'idagi nomerni ham olib qo'ying, 7086 ekan. Fermani moli ekanda bu. Fermani moli. Oldilari ham keng ekan aka. Mol o'ta kuchli mol ekan. Gap yo'q. Endi qani endi bularni hozir yetalashni iloji bo'lganda yetalab berar edim. Buni yuvoshligi shu gavdasiga bu qarang, Dostonbek. Suvolar ekan. Suvoli ham o'ta yuvosh mol, bu qarang. Tutaylari ham oppoq. Dishlari ham. Hamma yo'q yaxshi holatda, xudo xolasa. Taylari ham oq, tutay to'rt joyda bir so'kal-po'kal unaqa narsalari yo'q ekan molni. Benuqsondan. Benuqson hammasi. Gap yo'q. Turishini qarang buni. Maza qilib boqadigan ekanda. Ha, bu xolasa bolani ham aka-ukalar qarang, yuvoshligini qarang buni Dostonbek. Yuvoshligi yaxshi, sifati zo'r. O'ta kuchli mol. Qani bo'yini o'lchinchi? Birga ishlaymiz endi bo'yini. Qarang. Tepa liniyasi ham zo'r ekan. Keling, mashina yonidan olib bering. 35 ga ketyapti. Ana 35. 35 bo'yi. Kuragini ko'rib qo'ysak. Ana bismillah, ke jonivor. Endi harakat qildi. Zo'r. Endi harakat qildi kurayib chiqarishga. Gap yo'q. Mollash ikkita emas, bitta boqadigani Dostonbek, o'ta kuchligidan. Bu necha oylik? 6 oyga beraman buni ham Dostonbek. 6 oy. Olingan kundan 6 oy hisobini olasiz. O'zi hammasi 6 oy bo'ldi. Xudo xolasa aka-ukalar. Endi hali 6 oyga beraman deyapman, balki 10 kun aytganimdan ertaroq tug'ar, balki 10 kun kech tug'ar, lekin o'zi syomkasi bor, 6 oylikka beraveramiz Dostonbek. Tashlab beramiz. Ha, o'zi syomkasini olgan odamga Telegramdan tashlab beraman aka. Xuddi hali atiq qilganga o'xshab qoldi, hammasi 6 oylikdan-da. To'g'ri gapda. Har safar har xil bo'lardi-yu, 6 oy, 7 oy, 5 oy, 3 oy. Endi borini aytamiz-da aka. To'g'ri. Xo'p aka, endi pulida qolyapti. Eng qiziq joyi mana puli qolyapti. Dostonbek buni ham yaqin qilib aytamiz, xudo xolasa. Olgan odam baraka topsin. Toza narsa endi. Necha pul? 32 million ozgina kamini qilib beraman aka. 32 million kami xayri bor, kelishadigan joyda. Joyi bor. Zo'r. Xo'p, bo'ylari,
1.35 plus. Kuray endi yoribdi. 6 oylik bo'g'oz. 33 million. Kami xayri bor. 32 million. 32 million. Bir kirib olyapman men. 1 million qo'shib olgan. 35 desam ham ko'taradigan To'g'ri. mol. Dostonga nima kerak? Bu 35 million narx aytibdi, 3 million, 4 million o'tib berishdi. Bunda yaqin qilib aytaylik, olgan odam hali qiynalmasin. Bitta telefon qilib, mol baraka olib keling desin. Bizga ashit qiziq. 32 million kami xayri bor. Mana qulog'ida bilkalari 73-86 ekan. Xudo xolasa sifati tinig'ida. Haqiqatdan havasga boqadigan ekanman uni. Ha, endi bularni sigiri ham 60 million, 70 million bo'lib ketyapti. Dostonbek 3 oy mehnatini qilsin. Zo'r. Men ham ozgina foyda qilay, mendan olgan odam ko'pgina foyda qilsin uka. Xo'p. 4 ta bo'g'oz ko'rsatdik. Imkon darajasida ma'lumotlarni to'liq berdik. Tushunmagan joylarga bemalol bezovta qildimmi demasdan telefon qilaverasizlar. 724 imkon darajasida telefoninglarga savol javob qilamiz. Xudo xolasa tushunmagan joylarga mana ekranda nomerlar. Bemalol telefon qilishaveradi xudo xolasa. Dostonbek kanalimizga ham chorva 77. Obuna bo'lib qo'ysa akalarimiz shu videolar birinchi bo'lib ko'radi. Kimga qaysi mol yoqsa shuni telefon qilib olib keling deydi. Uyida kutib oladi molni xudo xolasa. Baraka deb zakalar tushgandan keyin mana shu molni shu ko'rgan holatda uyida kutib oladi. Gap. Endi qo'ldan kelganicha shu arzon qilib beryapman Dostonbek, Xudoga shukr. Olganlar hammasi baraka topsin. Aytyapmiz narxda o'tadigan joyini ochiq oydin telefon qilgan odamga aytyapmiz. Kelishib sotyapmiz uka. Birovni aldash boshqa yo'q uka. Olganga sotganga Alloh barakasini bersin. Like bosishyapti, kommentariy yozishyapti. Akalarimizdan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Qo'ldan kelgancha xizmat qilamiz. Dostonbek, rahmat sizga ham uka. Xo'p, aka-ukalar ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin. Xudo xolasa sizlarga bugungi kun yaxshi o'tsin. Yaxshi kayfiyatda, Xudo xolasa hammani boshlagan kunlari xayrli, barakotli bo'lsin.